Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda barcha turdagi svarichni apparatlarimizdan mavjud. Hozir bu svarichni apparatlarimizda akalar sizlarga bir boshdan obzorini qilib, hammasini tanishtirib, tushuntirib o'taman akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Elektrod yoqishga mo'ljallangan svarichni apparatimiz MMA 250 modeliga tegishli bo'ladi akalar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zarur bo'ladigan bo'lsa, svarichni apparatlarimiz Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda mavjud. Bular esa sal kattarog'i MMA 200 bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepada ham bor mavjud. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bularimiz kemping svarka apparatlarimiz bo'ladi. Bularimiz esa elektrod. Bunisi ham 300 lik. Bularimiz Impulse elektrod yoqadigan svarichni apparatlarimiz bo'ladi. Uragan brendiga tegishli svarichni apparatlarimiz ham bor. Uragan 600 ligidan 1000 ligigacha mavjud bo'ladi akalar. Bizda Impulse brendiga tegishli to'rttasi birda svarichni apparatlarimizdan ham mavjud. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma bersalaring bo'ladi yoki Qo'qondagi shu qurilish texnikalari do'konimizga kelib, bemalol xarid qilsalaring ham bo'ladi akalar. Skidka narxlarda qilib beramiz.